Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli tadbirkorlar. Bugun 22-oktyabr, xudo xolasa, navbatdagi zakasimiz Oqdaryo tumaniga, ya'ni Samarqand viloyati Oqdaryo tumaniga. Mana bu ko'chma do'kon, mana bu manipulyator. Bu manipulyator respublika bo'yicha mana bunaqa ko'chma do'konlarni o'z egasiga bexarajat, bosh og'riq, nima deydi? Tashvishsiz, ya'ni nima deydi? Mijozlarimizni mehnatsiz, mijozlarimizdan ortiqcha pul olmagan holda yetkazib o'rnatib beramiz. Hammasi shu o'sha kelishilgan summani ichida. Misol uchun mana bu 5 ko'ch do'kon 28 million so'm olib borib o'rnatib berish ichida hammasi. Mijozlarimiz hech qanaqa xarajat qilmaydi. Hammasi o'sha 28 million ichida. Mana o'zi ortadi, o'zi olib borib tushirib beradi. Faqat mijozlarimiz ichiga tovarni tiqib ishlatsa bo'ldi. Bu ko'chma do'konimiz yangi dizaynda, oq mebelli 3D svet. Oldilari antrazit, oldilari yaqinroq kel. Mana akfala 4 tali oshimoshi, mana alyumin profil baqvatidan kel mana ichkariga. Ichlari MDF, devori ham poliam. 5 tonna 6 tonna yuk garantiya beraman ko'tarib berishiga. Issiq sovuq ishlashi chotki. Mana oldidan oftob tushib turgan bo'lsa ham yaxshi turibdi. Chunki mana MDF bemalol ishlayapti. Nima? Issiq sovuqda ushlab beradi bemalol. Kimga shunaqa do'konlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilasizlar. O'zimiz buyurtmani qabul qilib, aytilgan joyga olib borib o'rnatib beramiz. Hech qanaqa xarajatlarsiz, ortiqcha xarajatlar. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.